Hammalarga yana salom do'stlar. Bugun anaqani BMW 5 vashi kam qoldi vaqti. Mana do'stlar, hozir sizlarga modlarni o'rgatamiz. Mana hozir test qilamiz. Mirlar bor. Hozir Do'stlar, buni o'tkazish yo'lini o'rgatamiz. hozir qaysini Backrooms. Mana Backrooms. Clone. Mana shuni bosasizlar. Clone. Instant qilasizlar. Mana Do'stlar, bu mir bo'ladi, mod emas. mir bo'ladi. Endi hozir test qilamiz. Mana do'stlar kirotdi. Do'stlar. Test. 36 bo'ldi. Mana. Stop. Qani? Nima bo'ldi? Bo'lmaydi, nimaga? Umir bo'lmaydi. Do'stlar, mayli. Boshqacha usulni o'rgatib qo'yamiz hozir. Mana tushundinglar? Mana shu mod qilganlardan keyin bu yoqqa o'tasizlar. Bitta mana qilib, keyin bo'ldi do'stlar. Bu yoqdan olib qilish kerak bo'ladi. Keyin buni bosasizlar, keyin pastdagisini bosasiz. Pastlarda shu igrat bo'ladi. sizlar o'ynasanglar bo'ladi. Hammalarga xayr. Like, подписка, kommentariy esinglardan chiqmasin. Hammalarga xayr.